Ketdik, otur. İshoninglar, hozir shunday bir katta narsa ariqdan suv oladi. Dahshat. Shunday turbaga tursa suv to'xtaydi. Atelab qaradingiz-da siz unga. Suvchani ko'rib qolmadingiz-da. Adbanka kadrlar bizda o'tmaydi. Mana yolg'on qildi hozir. Aktrisa pishiqlik qilyapti. Suvchani ko'rib qoling, odamdek qaraydi-yu. Ha, oldingiz suvni oling, suvni oling. Suvni oling. Ketdik, ha. Aktrisamiz charchadi shu. To'xtang endi. Syomka ertaga davom etadi. Farhod. Sal ko'rinadigan joyga keling. Ha, bundan ko'rinadigan joyga daraxt orqasida o'zi yo'q deysiz, undan gapga o'tib. Yo'q, ana buyog'i buyda ekanda. Yo'q. Qani? Ha, bo'ladi, o'sha yerda turing. Sal orqaga bo'ldi ana. Buyog'i buyda ekanmiz dedi-da. Buydani ag'darib tashlash mumkin-da. Birovga zarar yetkazmay turib, foydali syomka qilish kerak. To'g'ri. Farhod. Sal orqaga yuring, chop bolasida yuring orqaga. Aytaman, yuring orqaga. Yana ko'proq yuravering. Yuravering bemalol. Hali bo'ldi mana. Ana, chopi oldinga qarab yuradi. Ketdi, o'tir. Net. Chopib kelasiz bilan qo'yib. Umuman xat soat yo'q. Orqaga qarab Mahorat umuman begona. Notanish. Asli kutubxonachi o'zi. Ketdik, ha. Seni odam qo'yadi. Og'dargan yo'q, Qani, Maqsuna. mana shunday joyiga qotdi. Mana shunaqa. Ularda ham bo'lib turadi. Xabar bermaslik kerak. So'z qaytarib oling. Men ham bekorga Oson aytmaganini emas. deb aytsamdan ko'ra. Ha? Men ham to'g'ri aytgan ekan deb aytsam bo'lmaydi. Uyingiz bormi, o'tib ketganmi? Eskilar deb aytuvdim o'zim sizlarga. Qarang, Maqsuna. Oh, Hozir o'sha chiqib kelgan joyda ulayman-da, ko'rib qo'ygan joyda ulayman. Shu so'zingizni aniq qilib oling. kelaymi shunda? Ha, so'zingizni bitta oldin qo'shni qilib oling. Mana. Eskilar bekorga aytmagan ekan. Erta tursang barakang bo'ladi. Mani uyquchi erim hali uxlayapti. Uyimku Dangasa akalarim yerim tez bo'ladi, dangasa. dangasi yo'q. Uyqu qo'zitadi. o'zgartirsak bo'ladimi desa, mana qolganini o'zlari yozib ketadigan ekan. O'shanga o'xshab. Eskilar bekorga aytishmagan ekan, erta tursang barakang bo'ladi deb. Bizni dangasa hali ham yotibdi. Borib uyg'otay, qo'shni qanday boy bo'layotganini o'z ko'zi bilan ko'rsin. Mana bu katta qo'shib ketdi dedingiz-ku, uyda yaxshilik. Ha, qarang, uyg'otib kerak, o'z ko'zi bilan ko'rsin. Mana kundan kunga oilasida Baraka bo'ladi. baraka bo'lyapti, boyligi ortyapti. Bizni Yo'q, bo'lmasa yana bittasi qilsa bo'ladi. Hali bu kecha bizning uydan ham buniki zo'rib ketadi desa ham to'g'ri tushaveradi. bu yoqda ham olamiz. Ha, bo'lmasa davay. Mani uyimku akalarim qilib berdi, zo'r edi o'shaga boy. Otamdan qolgan uyda yashayapti mazza qilding. Otam qilib bergan uyda. Otangiz qilib bergan, ha?
haqiqiy aktyor. Hozir dehqonga aylangan. Bir qarasang prokuror bo'ladi, bir qarasang doktor bo'ladi. Bahorga tayyorgarlik mana hozirdan chopyapmiz. Ana vaqt chalishsa qilmaydimi? Yo'q, vaqtini qo'ying. Peshpeshayni achib qoladi, qattiq qoladi. Ozgina chiqib keladi. Lat. Diqqat, uchta tursangiz bo'ldi. Ha. Diqqat. Diqqat. Ketdik. Ekskavator tepaga chiqyapti, ekskavator. Ketdik. Yo'q, qaraymi? Ha, qarab ko'rib qolib, bas o'ylanib turingda, ketdik. Yo'q, yurib chiqishingizdan. Maftuna, bitta ko'rsatib beray, bu yoqqa kelingda. Batoslar. Bas qarab turasiz, keyin dialogga o'tamiz. U yaqinroq boraman, ovoz to'g'ri. Qarangda, oldin kuzating, u haqiqatan ishlayaptimi yo nimadir tilla topib oldimi? Nimaligini ko'ringda uni. Men sizga topshiriq bo'lyapti miyada. Hozir Maftun chapga qarab Farhod ishlayapti degan narsa bo'lyapti sizda. Azizlar, Diqqat. Ketdik. Oyog'ingizdan boshladim. Chiqyapsiz, chiqyapsiz. Bo'ldi. Chiqyapsiz. Ha. Ovoz kerak edi mana. Bas qarang dedim, qoldi, kuzating. Voy tevba. Kuzating ovozga ol, ha. Qarang. Birinchi o'ylab oling nima deyishdi. Qo'shiqchilarni ko'rsang ovoz bering deydi. Bu ham menga ham ovoz kerak. Shuncha ish qiladi, bechora kuni bo'yi yana xotini kechasi bilan uxlatmadi deydi-ya. Mana erkak. Ovoz oladi endi. Maftun qarangda. Ovoz kim qo'yadi? Sizdan shu fikrni o'tkazib ishoning ko'zingiz beradi-da. Ko'zingiz beradi. Qarang, u odam bitta nuqtaga bunday qotib tursangiz borku, xalqni aldayotganingiz bilinadi-da. U harakat qilyapti, lapatkasiga qarang, oyog'ini harakatiga qarang, mehnat to'xtamayapti-ku. O'shanga ahamiyat bering-da. Bitta odam bunday tursa, to'xtab turgan bo'lsa, u bitta nuqtaga qarab tursangiz bo'ladi. Sen qo'lni olmagin, anaqa og'zimizdan chiqib ketdi gaplarni vaqtiga. Uxlab yot. Ha biz-ku dadam qurib bergan uyda maza qilib yashayapmiz. Men bu dangasini uyg'otmasam bo'lmaydi. Mana o'z ko'zi bilan ko'rsin. Erta turib baraka olib kirayotgan, mehnat qilayotgan erkaklar.